Nigilist pingvin. Internetda ruhan ezilgan va hayotdan ma'no izlayotganlar uchun noodatiy mem ommalashmoqda. 2026-yil boshida internetda qorli sahrolik bag'rida yolg'iz pingvin tog'lar tomon odimlayotgan qisqa video kutilmagan tarzda global memga aylandi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar ushbu lavhani Nigilist pingvin deb atab, uni hayotdan charchash, yolg'izlik, sukutdagi isyon va ma'no izlash kabi hissiyotlar ramzi sifatida qabul qilmoqda. Ammo qat'iy qadamlar bilan olg'a yurayotgan pingvin ko'plab insonlarga o'z holatini eslatdi. Muammolardan jimgina uzoqlashayotgandik. Hech kimga izoh bermasdan yo'lda davom etayotgandik. Shu bois mazkur video hazilomuz izohlar bilan birga chuqur va g'amgin ma'nolar yuklangan mem sifatida keng tarqaldi. Bu ibora hayot ma'nosizlik tuyulayotgan, charchagan, hamma narsadan bezgan inson holatini ramziy ifoda qiladi. Internetda tarqalgan videoda pingvin koloniyasidan ajralib, hech qayerga olib bormaydigan tomonga tinch, shoshilmasdan yurib ketayotgandek ko'rinadi. Aynan shu harakat odamlarga hammasidan bezdim, nima bo'lsa bo'lar, ma'no qolmadi degan kayfiyatni eslatgan bo'lsa ajab emas. Nigilizm hayotdagi qadriyatlar, ma'no va maqsadlarni inkor etishga moyil qarash. Shu bois ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu pingvinni nigilist deb atay boshladi. Aslida internetda mem bo'lgan video yangi emas. U 2007-yilda nemis rejissyori Werner Herzog suratga olgan Encounters at the End of the World nomli hujjatli filmdan olingan. Kadrlarda Adili pingvini o'z koloniyasidan ajralib, taxminan 70 kilometr ichkariga, okean yo'q, faqat muz, qor va tog'lar tomon yurib ketmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, pingvinlar odatda dengizga yaqin hududlarda harakatlanadi. Ichkari tomon yakka holda yurish bu tur uchun noodatiy hisoblanadi. Werner Herzog ushbu holatni o'lish marshi deb ta'riflagan va pingvinning tirik qolishi ehtimoli juda pastligini aytgan. 2026-yilga kelib, video yana ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqala boshladi. TikTok, X, Instagram va boshqa platformalarda foydalanuvchilar pingvinga turli izohlar qo'shib, uni hayotdan ma'no qidirayotgan, hamma narsadan voz kechgandek obrazda tasvirladi. U nimanidir biladi. Muammolarimdan uzoqlashayotgan paytim, hammasi tugaganida kabi yozuvlar memning asosiy uslubiga aylandi. Olimlar esa bu holatga hissiy yoki falsafiy ma'no yuklash noto'g'ri ekanini, bu faqat yo'ldan adashish, stress, kasallik yoki instinktik xato bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Mem shu darajada ommalashdiki, unga AQSh prezidenti Donald Trump ham qo'shildi. Oq uy tomonidan sun'iy intellekt yordamida yaratilgan tasvir e'lon qilindi. Unda Trump pingvin bilan birga muzli tog'lar tomon yurib ketmoqda. Pingvin AQSh bayrog'ini ushlab turgan, tog'larda esa Grenlandiya bayrog'i aks etgan. Rasmga "Embrace the Penguin", pingvinni qabul qil degan yozuv qo'shilgan. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Foydalanuvchilar pingvinlar Arktikada yashamasligini Grenlandiya bilan bog'lash faktik xato ekanini ta'kidlab, postni sharmandali deb atashdi. The Guardian nashri jurnalisti Pippa Crerar ham Arktikada pingvinlar bo'lmaydi deb munosabat bildirdi. Olimlar uchun bu kam uchraydigan biologik holat. Internet uchun esa zamonaviy inson kayfiyatining tom ma'nodagi aksidir. Nigilist pingvin real ma'noda falsafa qilmayapti. U shunchaki adashgan, ammo odamlar unda mutlaq o'z holati va ichki kechinmalarni ko'rmoqda. Ya'ni ba'zan tog'lar tomon yurayotgan pingvin shunchaki pingvin, ba'zan esa bu ruhiyatdagi dahshatli va chidab bo'lmas og'riq.